Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Marhamat tumani Rovot MFAga kelganmiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan obunachimiz xonadonlardamiz. Bu akamizga shunaqa uyni old ayvonlarini, eshik-romlarini olib kelib to'sib berdik, xudo xohlasa. Xo'sh, rangi antrazi G306 mokriy svetda, xalq tili bilan aytganda. Xo'p, aynalari ikki qavat oqqa qora grey bo'lgan. Bu yerda общий hisobda 4 ta eshik, yo'q, 3 ta eshik ekan. Ha, 3 ta eshik, bitta rom alyuminda, bitta rom plasda bo'lgan. Birinchi plas romimizdan boshlaymiz. Eniga 3 metr, balandligi 1.60. 5 ta ko'zlik, 2 ta ochilish qo'yib berganmiz. Bitta ochilishimiz slujniy mexanizmida bo'lgan. Aynalari 2 qavat, oqqa qora grey bo'lgan. Bunimiz Redpen Plus 6000 quattro 4 kameralik TPV profilda zavodskiy rezinkalikda bo'ladi. Eshigimiz 1.20 ga, balandligi 2.37. Tashqariga o'ng tomonga ochib berganmiz. Har bitta qanatiga 4 tadan petla qo'yib berganmiz. Eshigimizning fasoni panorama holatda bo'lgan. Xo'sh, antrazi G306 Redpen profilida bo'lgan. Romimiz bunisini alyumin qilib berganmiz. 1.80 ga, balandligi 1.60, 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladi. Va vitrajimiz eni 2 metr, balandligi 2.37, bitta 90lik eshik joylashtirib berganmiz bunga. Va kichkinagina banamiz eshigi bor. 70 ga, balandligi 1.90. Bu holati ichkaridan ko'rinishi. Qora grey aynaydi, bitta yoqadigan tomoni uyning ichini ancha salqin ushlab beradi. Ko'rinishi ham, video ham, tashqaridan ichkarini ko'rsatmasligi ham вообще zo'r. Xo'sh, 3 metrli romimizda ikkita ochilish. Har bitta qanatiga 3 tadan petla qo'yib berganmiz. Nariginasi slujniy mexanizm, Rotto Slim ruchkalaridan foydalanganmiz bunga. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rinish video ancha chiroyli chiqadi buni. Xo'sh, eshigimiz alyumin aldoksborda qaytarib o'taman. Ruchka zamoylari Graf firmasidan. Ruchkalarimizni Xayter uslubidan tanlaganmiz. Ochilib yopilishlari вообще moshniy bo'ladi. Kalitlari ham o'zgacha holatda. Qo'llanmalar hamma yo'g'i cho'tki bo'ladi. Xo'sh, romimizga keladigan bo'lsak, ichkariga chap tomonga ochib berganmiz. Podogoniy qo'ydirmadi, chunki joy tor, o'zi lesnisa bo'ladi dedi. Ruchka zamoylari hamma yo'g'i o'zining holatidagidan bo'lgan. Общий summasiga keladigan bo'lsak, общий summasi 12 million 900 ming so'mga tushdi. Kelib o'rnashi hamma xizmati shu narx ichida bo'ldi. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qo'yib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Qubo akvadan uzoqlashmanglar. Qubo akvadan sizlar bilan salomat bo'linglar.